Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi kuxnyamizni Qoraqalpog'iston Respublikasi Qoratog' qishlog'ida qurib berdik. 3 etaj rossiyskiy despolaminatdan bo'ladi. Moykalari ulandi, high-tech fason moyka qo'yildi. Zakaznoy buni ustida doplata bo'ladi lekin. Gazlar ham vriznoy gaz qo'yildi, kesib taxlab berdik. Gazning shlankasini ulaversa bo'lgan. Tortmalari, gaz ballonlari hammasi o'zining o'rnina qo'yib berdik. Yarashaton yerini ishlatib, platon yerine qo'yib berdik. Xolodilnikning ustlari ham 00 keldi barvaji. Komplektida qo'yiladigan narsalar hammasi yaxshi kelib bo'ladi. Original vach qo'yiladi. Garantiyasi bor. Kimga shunday sifatli yaxshi narsa kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Chiroyli etib taxlab beramiz, xudo xolasa. Arzonroq varianti desangiz, arzonroq varianti, qimmatroq varianti desangiz, yaxshi narsa qo'yiladi, qimmatroq bo'ladi. Yaxshi narsa hech vaqt arzon bo'lmaydi.